has, ilim marifat bulqi bo'lgan G'ulji shahar qadimiy makon Farishta bolalar bog'chisidan xo'sh xabarlar tarqaldi. Bog'cha qurilganligining 15 yillik qutlug' xotira kunida bu bog'chada 1-iyun bolalar mashribi o'tkazilib, bolalarga bayramlik sovg'a qilmoqchi. Balalarning shodlik so'rini 1-iyun bolalar mashribiga marhamat qilgaysizlar. Alaykum assalom Subat. Mashrab haqidagi xush xabaringiz tarafdan kelgan bolalarni bir yerga jam qildik. Qani qarang. Voy, mehmonlarning hammasi kelib turgan. Undaqda biz mehmonlarga salom beraylik. Assalomu alaykum, ay yuzlik, shirin so'zlik bolalar. Assalomu alaykum ota-onalarning umidi, kelajakning xo'jayinlari, suyimli do'stlar. Arzulari bek tatliq umaq farishtalar. Barliqlarning 1-iyun bolalar bayramingizga muborak bo'lsin. Bugun butkul koinot kulgan kun. Bugun bolalar qalbidan shodlik taralgan kun. Bugun barliq gulchechaklar bayram muborak deb xushbiroq chechayotgan, bayram tantanasi ko'kka yetgan qutlug' kun. Qani undaqda bizmo shodnaqsha, larzan usullarimiz bilan bayram shodligiga jo'r bo'laylik. Qani marhamat. Xadija, bog'changizni bekli maqtab ketdingiz-ku. Siz bog'chaga bek amroq o'xshamamsiz. Ha, u yerda biz ko'yindigan ustozimiz bor. U yerda yana xat yozamiz, sanoq sanaymiz, rasm chizamiz, jiq o'yinchiqlar bor, o'ynaymiz, naqsh aytamiz, usul o'ynaymiz, yana. Voy, bundaq sanqil tursangiz, mashrabga kelgan mehmonlar bek saqlab ketadigan o'xshaydi. Sizga o'xshash farishta bolalar bog'sini yaxshi ko'radigan bolalar bek ko'pga. Anlasam sizmi bugun bog'changizga atab bir nomer tayyorlab kelibsiz-a? Ha. Unda sizlarning tarifinglarni ko'pchilik bilan birlikda anglab boqamdik. Bo'ldi, qani marhamat. Qani, marhamat.
qalbi bir parça oq qog'ozga o'xshaydi. Shundaq, uningga nimalarni yozish, bolalar qalbida qanday arzu-armonlarni chetaklatish barliq ota-onalarning va ustozlarning yuksak majburiyatidir. Tuvanda kichik farishtalarning parvozidan huzurlangaysizlar. Qani, marhamat. Subat? Ha? Anlasam sizmi ilgari Parishda bolalar bog'chasining o'quvchisi ekansiz-a? Shundaq, ayni vaqtdagi mehribon ustozlarimni ko'ngil qo'yib parvish qilishi bilan men boshlang'ich maktabda ozroqmi qiynalmadim. Hozirmi natijalarim bek yaxshi. O po'ychiligini qara o'zini maqtab ketganni. Yo'q, men o'zimni maqtamadim-da. Yaxshi o'rganishimga, asos turg'izishimga yordam bergan ashu sevimli bog'chamni ustozlarim nima deyaptimi? Quloq soling-a. Malla emas, yana nurg'un kishilar ashu ilm irfon bog'chasi madiylayotdi. Hurmatli mehmonlar, tuvanamda o'ziringlarda bo'ldig'ini Nasr Parishtalar kuyi. Qani, o'zirlangaysizlar? Marhamat. Bunchilarning biri. Men sevimli bog'chamni intay yaxshi ko'raman. Chunki u mening xo'shallik beshigim. U yer qizlar menga xat yozishni, sanashni, rasm chizishni o'rgatdi. Men ularni do'rab xuddi kipineklardek usul o'ynashni, qushlarga o'xshash naqsh tushirganman. Bu yerda bir muncha adashlar Tik-tak o'yinchilarim bor. Biz ularni qanqa o'ynaymiz. Ustozlarim bizga yana to'xu to'shqan, ay yulduzlar haqida ajoyib qiziqarli hujjatlarni aytib berdi. Ustozlarimiz mehribon onamizga o'xshash. Qag'ich qilsak bezlaydi. Xushal bo'lsak ichishda shattindu. Shunga biz ularning ovozini anglasak, dunyodagi eng yoqimli muzikani anglayotgandek yayrab ketamiz.
Men farishta degan bu muborak so'zni anglasam, qadimiy makon farishta bolalar bog'chisiga mehr otash ustozlarim va bu shodlik gulshan o'tkazgan asaldek shirin chog'larim yodimga keldi. Men ularning oltin bo'sog'isining otlagan tunji kuni onam meni tarbiyachamga topshirib berib qaytmoqchi bo'ldi. Ammo men onamning peshliq isilib uyga qaytib ketaman deb yig'lab olamni ma'lum qildim. Onam mening nolamga chidamagan bo'lsa-mu, qilich chandurmay. To'la tag'ish qilmagan bolam. Bu degan sening ikkinchi uying. Bu yerda kuyimchan hadalarim bor. Ular sana bilmeyeni bildirdi, seni qong'idek o'yintib zeriktirmaydi. Asta-asta kunib qolsan, keyin uyga ketgan kelmay qolamdi texi deb baziyaydi. Shundoq, men ularning qalbidan ona mehridek illiq, yosh optipidek orada tiklandim. Ular menga o'zimning ishlarimni o'zim qila olgudek g'ayratni, ilm fan olimining sirliq darvoza chekarga shijoatni ato qildi. Men ulardan olgan samoviy cho'chaklarni qanot qilib, tasavvur osmonda parvoz qilishni o'rgandim. Men bu suyumlik bog'chamni oylish oldida ashu qalbi bahor ustozim qiymay, ko'zimga issiq yosh olganimni o'ylsam, onamning so'zlarining vasini tushangandek bo'ldi va tarbiyachilarimning mening gudak vujudimni bolliq olimining g'ubarsiz tilaklarida allayliganligi, sabiy ormonlarimni qanot turganlikqa tashakkur etaman. Мен qadimiy makon farishta bolalar bog'chisining tarbiyachisi bo'lganligimdan olamcha ixtixorlanaman. Chunki men ona bag'ridan amdila ayrilib, dunyoga yangi ko'z bilan boqqan sabiy o'nchilarning chanqoq armonlarini mehr buloqlarimdan obi hayot tamdirib parvishlab, o'zimning tarbiyachi degan nomimga munosib ishlarni qilishga tirishdim. Mening o'ylaydiganim vatan va xalqning bu umid yulduzlarini ilm fanning nurluq manziliga boshlab, ularga atining nurani quyoshini o'tliq muhabbat va qutlug' ishish bilan quchoqlashni bildirishdan iborat. Men ularni balduroq uchun bo'lgan istiqbol osmoniga parvoz qilgan deganni armonlayman. Мен Omaq balamning farishta balalar bog'chisidagi ajri oltin tarbiyachilar mehnatida parvish topganligidan xursand. Chunki ko'zimning go'hri, umidimning javhari bo'lgan yurak param bu sehrlik irfon buluqidan zamzam ichib baxt saodatga mazmut ulsaldi emasmi? İnsan uchun o'z balasini suyish to'limu osonga to'xtaydigan ish. Ammo boshqalarning balasini suyish faqat oliyjanob kishilarning qo'lidan keladi. Farishtadagi tarbiyachilar dal ashundaq oliyjanob fazilat egalaridir. Ularning ba'zilari texi ona bo'lmay turibla onalik majburiyatini zimmasiga elishga jur'at qiladi. Aytinglarchi, mana shundaq mehr shafqat farishtalarga kimmo chin qalbidan hashqalli etmay tura olsin? Ey farishta balalar bog'chisi, sening on yurt bag'rida qoldirgan nurluq izlaringga tashakkur. Sen avlod tarbiyalash armonida yoqqan o'chmas chiroq, ilm xumar ajdodlarimiz yilinjatgan ma'rifat yalqinlarini yanamo ulg'aytsin. Biz sening yangroq kuylaringga mangu tankash, mangu tashna.
Aramızda talantlı balalar intayin köp. Ular ögünüş vazifasini yaxşı o'rinlab qolmasdan yana balalar naqshlarini mo intayin pishiq biladi. Yana deqay cho'lponlar o'rinlagan naqshlarni aytib, kichik cho'lpon bo'lish arzusida yuraklari o't bo'lib yanadi. Qanaq bo'lsa kichik do'stimiz Akliyar sizlar uchun qandaq bayramlik sovuq tayyorlagan? Qani birlikda o'zirnaylik. Marhamat.